Bugun Namangan shahrida joylashgan birinchi sonli ixtisoslashtirilgan maktab internatida mezonlarga asoslangan baholash tizimining 3-chorak yakunlari tahliliga doir viloyat seminari o'tkazildi. Unda mazkur tizim asosida faoliyat yuritayotgan 80 ta maktabning direktori va uning o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosarlari ishtirok etdi. Ta'kidlandiki, Prezidentimizning Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimdagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni yoshlarimiz egallayotgan bilimlarni yanada mustahkamlashga, ayniqsa ular o'zlashtirgan bilimlarni xolis va haqqoniy baholashning yangicha mexanizmini shakllantirishga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 263-sonli qaroriga asosan 2023-2024 o'quv yilida viloyatimizda 6 ta umumta'lim maktablarga 40% gacha ustama belgilangan bo'lsa, tahlillarimizga asosan o'tgan choraklik summativ baholash natijasi va 3-choraklik summativ baholashga nisbatan o'sishlar kuzatilmoqda. Sinflar kesimida ham, tumanlar kesimida ham o'sishlar bo'ldi. O'tgan o'quv yili 2023-2024 o'quv yilida Vazirlar Mahkamasining 263-sonli qaroriga asosan belgilangan 6 ta umumta'lim maktablarimizga 40% gacha bo'lgan ustamalar belgilangan va bularning safini yangi o'quv yilimizda yana ham oshirish va yana ham kengaytirish bo'yicha tavsiyalar berdik. Xususan, o'tgan 2 yil davomida viloyatimizda dastlab 28 ta, keyinchalik 52 ta, jami 80 ta maktab prezident ijod va ixtisoslashgan maktablar tajribasini samarali yo'lga qo'ydi. Bugunga kelib ushbu maktablarda ta'lim olayotgan o'quvchilarning barcha fanlardan erishgan bilim samaradorligi 54.5% ni tashkil etdi. Mazkur ko'rsatkich respublika miqyosida 3-o'rinni qayd etdi. Shu doiradagi maktablar o'rtasida esa Chust tumanida joylashgan 52 maktab 60.3 ball bilan respublikada birinchi o'rinni egalladi. Tahlillarga ko'ra 5-11 sinf o'quvchilarining 3-chorak yakunidagi umumiy bilim darajasi 64.9% ni ko'rsatdi. Bu esa o'tgan chorakka nisbatan ijobiy o'sish yuzaga kelganligini ko'rsatdi. Birinchilardan bo'lib mana shu yangi baholash tizimiga o'tdik. Buni samaradorligi, afzallik tomonliklari yaxshi bo'ldi. Birinchi navbatda o'quvchilarimiz o'z ustida ish olib borishlariga imkon yaratildi hamda ularni olib borayotgan ishlarida samaradorlik juda katta bo'ldi. Bunga bevosita ota-onalarimiz ham jalb etildi. Bu yil 2-marotaba mana shu tizimda, yangi baholash tizimida ishtirok etmoqdamiz. Seminar davomida qo'lga kiritilgan yutuqlar, boy berilgan imkoniyatlar keng ko'lamda tahlil etildi. Saydolim Abdurahmonov, Fatima Toshnazarova, Farruh Barotov, Akbarjon Mansurov Namangan viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.